aka. Do'stlar, qaranglar, hozir zo'r narsa bo'ldi. Hozir Ronaldo mana avtobusda turibdi. Ronaldoni qo'riqlash uchun Malibuda militsiyalar yuribdi-da, qaranglar. Mana qaranglar bolalar. Telefonimni o'g'irlab ketmasa bo'ldi-da. Shart tortib ketdi. Ronaldo shuni ham Islam jumlatib olyapti, baqir-chaqir qilib. Qani. Qani ko'ringlar do'stlar. Stadionga ketyapti. Bu yotoqxonadan chiqib ketadigan holati. Qulat qilmasa ekanda odamlar.